Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi xonadonimizga akfa verandalarda, eshik derazalarda uстановkalarni tugatib oldik. Bu ishimizni Andijon viloyati Baliqchi tumaniga o'rnatdik. Bu ishlarimiz bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'taman. Mana darvozaxonadan kirishga o'ng qo'l tomonga 6 metr joyga rom o'rnatdik. Bu ishimizni bo'ylari 2,74. Mana qadrli obunachilar, ustullari ko'proq qo'yilgan ekan, shu hisobiga alohida qilib kletga bo'lindi. Bu ham o'zgacha chiqdi. Xudo xolasa hamma yo'g'i chiroyli. Har bitta oralig'ida mana bittadan ochilishlar qo'yib berdik. Bu ishimizni Akfa'ni originaldan G306 dan qildik. Mana ustullarni ham har doimgidek alkofollar bilan bezchak holatda o'rab chiroyli qilib berdik. Ustunni oldi profillari ham katta profil. Ishimizni xudo xolasa choylari ham hamma yo'g'i har doimgidek chiroyli holatda. Oynalariga keladigan bo'lsak, oynalari bir qavat seri mokriyni o'zini qora oynasidan solib berdik. Eshiklarimizni zamonlari har doimgidek original zamonlar. Ochilib yopilishli yo'lkalari ham go'zal holatda. Ishimizni bu tomoniga keladigan bo'lsak, mana bu tomoni 5 metr. Mana bu tomoniga 1.10 ga 1.60 lik deraza bitta, 1.10 ga 2.30 lik eshik bitta, 90 ga 2.30 lik eshik bitta. Navbatdagi verandamizning uzunligi 5 metr. Bu ishimizni ham bo'ylari 2,70. Ustunda oralari 3 qanotli holatda qilib bo'lib, o'rtadan bittadan ochilish qilib berdik. Eshiklarning eni, bu eshigimizning eni kattaroq, 1,54 sm joyga 2 qanotli eshik qo'yib berdik. Buni ham mana ustullarini chiroyli qilib, kichikroq ekan ustullari, alkofonda o'rab hamma yo'g'ini chiroyli holatda o'rnashtirib berdik. Ochilishlari o'rtadan bittadan. Navbatdagi eshigimizning zamonlari ham original. Xudo xolasa mikrofilari ham go'zal holatda. Bu ishlarimizni narxlariga keladigan bo'lsak, qadrli obunachilarimiz, verandamizni kvadratini 580 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Alohida eshik derazalar narxlari, 2 qanotli eshiklarimiz 2.100 ming so'm, 1 qanotli eshigimiz 1.500 ming so'm, 2 qanotli derazamiz 1.200 ming so'mga to'g'ri keldi. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa oldinda yangiliklarimiz juda ham ko'p. Bizning telefon raqamlarimiz 90 lik 545 8801. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.